Assalomu alaykum, Termiz uy savdosi kanali obunachilari. Demak, sizlarga qisqagina tanaffusdan so'ng yanada yangilik ulashishda davom etamiz. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Sohil Beshkapada, ya'ni Iftokorlar mahallasi bo'lib turibdi. 5 etajli domning 5-etajida umumiy maydoni 72 kvadrat bo'lgan g'ishlik uyimiz sotuvda. Hozir biz koridorda turibmiz. Umumiy xonalar soni 3 xona, to'g'rimizda oshxona. Demak, videoni ko'rishdan oldin like tugmachasini bosib qo'ying. Narxini aytib o'tamiz. Narxi 330 million so'm deb baholandi. Kelishadigan joylari bor. Oshxonada ko'rib turganingizdek balkon bor. Skaloznay kvartira hisoblanadi. Ya'ni ikki taraflama shamol aylanadi. Sanozillar alohida, ya'ni hojatxonasi bilan dushovoy alohida hisoblanadi. O'ng qo'limizda dushovoy 80 litrli arison qo'yilgan, yarmigacha kafillangan. Chap qo'limizda bo'ladigan bo'lsa, bizda detskiy xona. Bilamizki, sohilliklarda barchasida quruvchi tomonidan to'liq avoy topshirilgan. Uyimiz faqatgina naqdga sotiladi. Hech qanaqa ikkilamchi, barter variant yoki kreditni davom ettirib ketishga sotilmaydi. 330 milliondan ozroq kelishadigan joylari mavjud. Demak, koridordan kelishimizda o'ng qo'limizda mehmonxona, chap qo'limizda detskiy, to'g'rimizda esa hojatxonasi joylashgan. O'ng qo'limizda mehmonxona bilan tanishish boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek uzun, keng, yorug' mehmonxonasi. Bu ham to'liq avoydan chiqarilgan. Mehmonxona albatta ko'chaga qaratilgan. Orientovkani beradigan bo'lsak, Vodozavorni qarama-qarshisi. Termiz shahar Vodozavor qarama-qarshisi. Demak, mehmonxonada shunday chiqadigan bo'lsak, to'g'rimizda aytib o'tganimizdek spalni va qarshimizda esa hojatxona joylashgan. Bu ham yarmigacha kafillangan. Demak, yaqinlaringizga shu videoni tashlab qo'ying, albatta foydali bo'ladi. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib keting.